Avir avtosavdoda $3950 2019-yil 295 ming kilometr masofani bosib o'tgan, yaqinda polni motorlargacha ham qildirib qo'yishgan, hadovoy korobka zadniy mostlarda ham ishi yo'q Damas mashinasiga polda okalar ko'rishinglar mumkin. 4 yumshoq bolalar qo'yilgan. Salonlarni okalar ko'rsatib chiqsam, salonlari ham zo'r holat turibdi. Mashinaga qimmat chexol, ko'rilli solingan okalar, magnitofon kolonkalar bor. 295 ming probeg, temir gaz bolalargacha ham ustanovka qilingan. Texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi okalar. Kraska holati hammaga qiziq okalar. Kraska holati shu orqa bagaj, o'ng tomon kirli. Xo'p, oldiga xullas bitta daraxtga urib olingan ekan, ichiga o'tmagan, okani o'zlarida oldi morda bor ekan, yangi morda qo'yib o'rgan ekan. Ichiga o'tmagan 100% javob beramiz deyshapti o'zini uchun. Tekstra prerka qildirib olasizlar. $3950 2019-yil. Xo'p, 295 ming kilometr masofani bosib o'tgan, minishga tayyor, texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Damas mashinasi. Bemalol telefon qilib barik qilishingiz mumkin.